Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli qarindoshlar, hammaga ma'lum bo'lgandek biz bu programmalarimizda har xil mavzularda mehmonlarimiz bilan suhbat elib beryapmiz. Inshaalloh bugungi suhbatimizga yana bundan burungi programmalarimizda bir qancha qatim 4 qatim hatta bundan burun suhbatimizda bo'lgan ziyoratimizni qabul qilib nihoyat qimmatli fikr bergan yozuvchi vatandan tortib hurmatli Mahmudjon Arkin qarindoshimizni taklif qildik, qimmatli vaqtini chiqarib oldidan kelganligi uchun rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Auzubillahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh ijronlarni bersin. Shundaqla meni taklif qilib, meni o'sha so'zlashga fursat ato qilgan sizlarga va sizlar boshliq Mush sayr xizmat qilgan bar xizmatdoshlaringizga rahmat aytaman. Alloh ijronlarni bersin. Rahmat, Alloh razı olsun. Mahmudjon, bevosita suhbat kirsak qarindoshlarningki programmalarimizga bundan burun bo'lgandek har qanday fikr inkaslarini bildirishini va ko'p qarindoshlarimizningki buni ko'rish uchun ham bahrlab qo'yishini umid qilamiz. Oldi bilan bugungi suhbatimizda shu Sharq Turkiston davosini elib berayotgan Sharq qaysi davlatlardagi Turkiya boshliq va boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlarimizning faoliyatlariga, tashkilotlarimiz haqida biroz suhbat qilsak deb taklif qildik o'zlarini. Oldin bir umumiy bir nazarda qarab chiqsak, albatta bir davlat bo'lsa normalda shu davlatdagi hokimiyat tutayotgan hukumatningki qilayotgan ishlari, faoliyatlarini jonliq tutib elib menish uchun xalqning to'mirini tutib menayotgan shu jamiyatdagi ziyoli qatlamlariningki fikrlari, gazetlarda yozgan maqolalari, yozmalari buningga ko'ra jamiyatning fikrini hukumat doiralari bilib turdi. Shuningga ko'ra siyosat belgilab xalqning nimasini bilib turadigan gap. Ziyoli intayin muhim yozgan yozmalarda, maqolalarda, kitoblarda jamiyatga ko'ngil bo'ladigan narsalarni yozib, manda masalalar bor deb tuvan xato yerlarni tuzatishga chaqirdi hukumatlarni. Shunga o'xshab biz ham degan chet elda shu har qaysi tashkilotlarga fikr bildirish uchun biz ziyolilarningki qo'lda qalam tuta oladiganlarningki bularning fikri, yozmalari intayin muhim deb qaraymiz hamda. Shuning uchun ham sizning ko'z tushingiz bo'yicha tashkilotlarni hozir qanday faoliyatlari, qanday qaraysiz, umumiy nazarda qarab chiqsak. Shu biz vatan da'vosi qilayotgan tashkilotlarga, shundaqla tashkilot rahbarlariga va shundaqla tashkilotda xizmat qilayotgan, jon piyoda xizmat qilayotgan barliq qarindoshlarimga shaxsiy nomimda rahmat aytaman. Xudo ularning ajriga ajr bersin, kuchiga kuch bersin. Arzu armanlarga yetish uchun ularning g'ayrat bersin. Ular haqida mening o'shtish gapim yo'q. Deydiganim qilayotgan ishinglar texim jalloq bo'lsin, texim tetik bo'lsin. Chunki zulm eshiyotidir. Xalqimizning ahuzari, ko'z yoshi, qalliq ko'z yoshlari qurishning o'rniga, xalqimizning kulkisi parlashning o'yiniga texim qalliq yosh eqiyotidir. Bu xil ahvol ostida mening deydiganim texim ittifoqlashib, texim jalloq bo'lib, o'zaro yo'q narsani talashib o'tmay, birsimizga qo'ltig'imizda pichoq saqlab jo'may, ana lekin qilayotgan ishimizni birsimiz boshlagan ishga mumkin bo'lsa bir nuqtaga markazlashib, bir chambar ostida harakat qilish bilan birga birsimiz qilayotgan ishga yana birsimiz madadkor bo'lib qilsak deb o'ylayman. Ana lekin men shu tashkilotlarning kishida hamda haqiqatan men Turkiya chiqqaniga yani ba'zan yetarsiz darib turib ba deb qaradim. Nima ish qilsangiz, tashkilot bo'lgan ekan, bir davlatda bir necha yilgan 10 nechta tashkilot bo'lishning menimcha hojati yo'q. Cho'qim bo'lsin, soz bo'lsin, bizning bir gap bor, tamoq bo'lsin, soz bo'lsin, oz bo'lsin, soz bo'lsin deyman. Oz bo'lsinmi, yaxshi jalliq bo'lsa deb o'ylayman. Xalqimizning ustiga yirik baraliqdek bo'lsa. Hozir bu deganim ham bu tashkilotlar xalqning ustiga yirik barmatidir deganlik emas. Bular yaxshi xizmat qilyapti. Demak, ittifoqlashsak
Biz de hazır bunu aldık program söhbetlerimde talak ettim dedik. İttifaqlıq bilen şu aqldan başqa narsamiz qamavatqan müşuna bir zörül vaqtida texim ittifaqlaşıp texim bir yağıdan baş çıqırıp kim to'g'ri fikir qo'ysa mani qo'yib oldi deydigan gapni qilmay ashuna fikir to'g'rigan ekan darhol ashunaga yantayoq bo'lib ashuna bilan ittifaqlashib qo'ysak deb o'ylayman. Anadan keyin bu tashkilotlarniki hamda cho'qim qilayotgan soyalariniki o'zining xizmatini da cho'qim yaxshi bir natija yaratishini teg'imi nim qilishini tashabbus qilman. Endi keyin o'sha xalqaro biz da'vo qilayotgan ekanmiz. Cho'qim xalqaroniki qonuni bor. Şu devletning qonuni bor. Şu devletning qonunidan foydalanib, şu devletning qonuni yo'chiqidan foydalanib da'vo ilib basak bo'ldi deb qarayman. Nima desangiz, endi Turkiyani misol qilaylik. Turkiya bizningki Çatırsan davayımızın yadrosi. Hazırqat şundaq bo'ldi, mayli nopos jihatdan bo'lamdi yoki Turkiya shu Uyg'urlar sahib chiqish jihatdan bo'lamdi, qarindoshlik mehr-muhabbat jihatdan bo'lamdi. Turkiya haqiqatan Uyg'urlarniki hozirgacha 5-yilab qiyinchiligiga hamdamdi bo'lib, hattoki Urumchi qatltamga Recep Cumhurbaşkanı Cumhur Reisimiz Recep Tayyip Sayın Cumhur Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı o'zi qatltam yurgizdi deb nihoyat qattiq inkos qaytgan davlat birdan-bir davlat Turkiya. Şunlaşqa Turkiyada dek şundaq bir davlatninki Uyg'urlarning faoliyatiniki cho'qim bir nuqtaga bir liniyaga kelishi bu bizning da'voyimizga nisbatan mislsiz ta'sir ko'rsatdi deb qarayman. Anadan bu tashkilotlarninki ta'til qilishdan burun hozirgi shu Turkiyada bo'lamdi yoki Qozog'istonda bo'lamdi yo Germaniyada yo Amerikada demak dunyo terilib ketgan Uyg'urlarniki bir ro'yxatni qaylab chiqaylik boshda. Birinchisi mening kuzatishimcha biz hozir Uyg'urda 5 xil ro'yi holat bor ekan. Birinchi xil ro'yi holat islom dinini markaz qilib turib, islom ta'limoti asosida, islom kulturi asosida, islom madaniyati asosida Sharq Turkistonni ozod qilsak deydigan tashabbuslar bor. Bularning maqsadi, bu tashabbus qarindoshlarimizning maqsadi islomning kuchidan foydalanib, islomning nuridan foydalanib, islom davlatlarining kuchi, turk dunyosining kuchidan foydalanib turib, Komünist Xitoylar besim paydo qilish, yo tinchlik besim yoki g'ayri tinchlik usullarni qo'llanish orqali sharqdan ozod qilgan tashabbusni o'tirib qo'yayotganlar bor. Bu nayt yaxshi tashabbus, buni hargiz xato demayman. Nima desiz, islom dinimiz azaldan deb kelyapmiz. Bizning ruhimiz, islom dinini biz qabul qilgan ekan, bizning ruhimiz aylanadi. Bizning ruhimiz bo'lmaydi ekan, bizning jismimiz bo'lmaydi. Shunga bu tashabbusni qo'llayman. Ammo bu tashabbus hozir islom dini davlat doirasida cheklanib qolib nim qilyapti. Buni cho'qim xalqaroga, ya'ni g'ayri islom davlatlarga, dunyodagi super kuchlar bo'lgan g'ayri islom davlatlariga kengayish bilan ularga ta'sirini kengaytsa ekan deb o'ylayman. Bu birinchisi, ya'ni islom dinini, islom madaniyatini, islom kulturini markaz qilib turib harakat qilayotgan qarindoshlarimiz. Ikkinchisi xalqaro qonun, xalqaro tartib, xalqaro tashkilotlarniki yoki Birlashgan Millatlar Tashkilotininki kuchi orqali dunyoninki, ya'ni qonun sistemasidan foydalanib Sharq Turkiston tinch yo'lda, o'tir yo'ldan ozod qilishni tashabbus qilayotgan qarindoshlarimiz bor, tashkilotlar bor. Bularning tashabbusini hargiz xato demayman. Bu ham to'g'ri. Nimishqa degan chaqda bizning qo'limizda hozir Xitoylar, Komünist Xitoylar urushni desak qurol yo'q. Ya ham bunda xalqaro vaziyatni kuzatsakmi, 2003-yildan tortib 2018-gacha bir davr hisoblsak, bu davrda diqqat qilishga nihoyat arziydigan bir nima bor, bir cho'ng urush bo'lib baxmadi. Gerçi urush bo'ladiganiga nisbatan sabab chiqqan bo'lsa-mu, ashunda cho'ng davlatlar o'rtasidagi urush portlashga nisbatan ashunda bir shart-sharoit pishilib qolgan. Masalan, Rossiyaniki Ukrainani besiniki, Qrimni besilishi, Rossiyaniki Gruziyaniki ziminlarini besilishi, Rossiyaniki Suriyaga chirishi, bütün dünya nefretini o'tgan Suriya xalqi nefretini olgan Bashir Asadni qo'llab turib, ya'ni Suriyaga chirishi bu albatta cho'ng davlatlar o'tirishga bir to'qinishni keltirib chiqarishga nisbatan yetarli bana sabab bo'ldi. Lekin cho'ng davlatlar o'tirsa hozirgi o'sha dunyo vaziyatida qaraydigan bo'lsak, 2003-dan buyanqi cho'ng bir urushni cheklaydigan bir xil, ya'ni tinchlikni tashabbus qilgan, dunyoda mana urushni xohlamaydigan bir xil tinch tashabbusi o'tirgan kundan-kunga chiqayotgan bir ahvol ostida u bizda urushni buni
tashabbus qilish menimcha toza yaxshi emas deb o'ylayman. Bizdek bir ojiz oldi qilayotgan, hatto o'zining mavjudligini qo'g'dab qilishmi bir qiyinga to'xtayotgan bunday bir sharoit ostida men bu o'tir yo'l tutganligini hargiz xato demayman. Uchinchisi, sukut qilayotganlar. Mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Amerikada, Yaponiyada yoki Qozog'istonda, hamma yerda dunyoni terilib ketgan Uyg'urlarda Xitoyningki, Kommunist Xitoyning siyosati yaxshilanib qolar. Bugun balkim xalqaro jamiyatning besimi tufayli yoki o'zining ichki qismining besimi tufayli Jalolchin Chuvangani ichib ketish orqali bir yaxshi rahbarsini bir chiqarish orqali bir yaxshi bir siyosat yo'l qo'yib qolar deb bir xam xiyolda kutish, talpinish, umid bilan yashayotgan, o'zini aldab yashayotgan qarindoshlarimiz bor. Aramızda bu nəhayət iğir, köp misallıqda. Bular həttəki Türkiyədə mi iğir, dünyanın qaysı caylarda mı iğir, bu toxurdu mu, ötkenki sandı mı, Abdurşikan mı, Profesör Doktor Abdurşikan dedi, Erkin Əkrəm kam dedi, Erkin Əhməd kam dedi, həmməlin davatımız həmdə. Bunda adamlar mı intayın köp. Bular qavaqaş turdu, bunu mu bilməyəm. Dördüncü xildikilər, mən təşkilatının başlığı bulmasam, bu dava axmaydı o. Mən təşkilatının başlığı bulmən, bu dava axıdı. Men buna yetakchilik qilaman deydigan qarindoshlarimiz. Men uningdan bu da'voda men bo'lmasam bo'lmaydi degan qarindoshlarga yuragimdan qiynalib sug'urib beraman. Ustsizlik qilgan bo'lsa har qanday vaqtda. Chunki haqiqatan shu har qanday Uyg'ur bo'lmasa bu da'vo oqmaydi. Lekin bu tashkilotning beshida men bo'lmasam oqmaydi deganligiga men nisbatan qarshi turman. Shaxsiy nomimdan qarshi turman. Nimishqa? Sizda qobiliyatlar bor. Siz o'zingiz tashkil qilayotgan shu tashkilotda sizlar bilan ishlayotganlar sizning qobiliyatlaringizni bilib turib shuni bosh qilyotadi. Uningga siz bosh bo'ldingiz nima bo'ldi, bo'lmadingiz nima bo'ldi? Maqsadingiz nima? Bosh ulashmi yoki Sharq Turkistonni ozod qilishmi? Yoki o'zingizning nomingizni tiklashmi yoki Sharq Turkistonga chirib ko'k bayroqni tiklashmi? Jazo lageridagi bularning qarindoshlarimizni o'ylab, tatliq gapini, hayajonli gapini kunda davirish siz uchun zarurmi yoki shu jazo lageridagi bir kun bo'lsa-mu bir ozodlikqa erishtirib shu xalqimizdan, shu millatimizdan kulkichaqlikni ko'rish afzalmi? Men ma'qul odamlardan haqiqatan nafrat qilaman. 5-xil odamlarga qanday odamlar ekan desangiz, "Voy, nim bo's bo'lmamda" deb o'zining lam asman o'lib ketdi man teplo jo'rdigan, hech qanday bir insoniy qiymatini bilmaydigan, insoniy qiymatini his qilmaydigan, insoniy qiymati bo'yicha yashamaydigan, unda odamlar Allohning nima ekanligini bilmaydi u, mening nazarimda. Mana mushundaq 5 xil tipda odam bor ekan deb o'yladim. Buning ichida cho'qim shu islom dinini, islom madaniyatini, islom kulturini yadro qilayotgan mush qarindoshlarimiz bilan mayli o tashkilot bo'lsin, mayli shaxs bo'lsin, qanday bo'lsin qazda, shu o'tir yo'l tutgan tashkilotlar, masalan, shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi, yana degan Turkiyadagi Sharq Turkiston Islom birligi ma'rif tashkiloti mushlab ittifoqlashish kerak. Bu o'zi uchun emas, xalqimiz uchun, Sharq Turkiston uchun, kelgusi avlodlarimiz uchun shundaqla bizning mavjudligimiz bo'lsin, bu mavjudligimiz uchun bo'lsin ittifoqlashish kerak. Bu biz tarixning nəhayət ig'ir bir kuni kelayotgan shunday bir avval ostida biz mushlamenda qilish kerak deb qarayman. Shunga men bu tashkilotlarga deydig'im, men bu tashkilotlarga bir mo'cham pul yordam qilamadim. Ya bir politik qatnashamadim, chunki jirahiyada u bor. Qo'limdan kelgan ishni qilyapman. Qila oladiganni qilyapman. Qilmay turmadim. Ammo shu men tashkilotlar to'g'ri u degim yo'q. Ammo ittifoqlashinglar deyman. Bo'lib bu ishki sistemimizdagilar cho'qim ittifoqlashish kerak. Bir-birini bizning dinimiz bir, hammamiz qiblimiz bir, namoz o'qisak bir yerda o'qiymiz. Hechimiz yaxyapib bizdan qaylab qalam salom qilib qolmaymiz. Bayrog'imiz bir, vatanimiz bir, nomimiz bir, hammamiz bir. Faqat Erkin Əkrəm kam dedi, tanlab olgan yo'limiz o'xshash emas. Lekin yo'limiz o'xshash emas deb manda chichilib versak, bu chichilib ketishning o'zi bizga ziyon, Kommunist Xitoylarga foyda. Shunlashqa mushu ikki shu Sharq Turkiston davosida xalqlik kuch deb o'ylayman. Mush ikki kuch cho'qim ittifoqlashish kerak. Yuqur tuven talashish emas, xalqimizni o'ylab, u yuqur tuven talashish, u podsho bo'lash, u bizim bo'lash degan vatan ozod bo'lsa, u yerda yarashadi. Bu yerda hech kimga yarashmaydi. Bu yerda xalqning qo'lida xalqqa dardimizni to'kib, bu yerda unda qilib yursak bo'lmaydi. Mening deydiganim shu. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan shu oxirgi yillarda desak ham bo'ldi endi. Bir tarafdan chet eldagi, vatandagi yani zulmning kuchayishiga ergishib, chet eldami buningga parallel shaklda Sharq Turkiston davosimi yani zo'r darajada belgili kuchaydi endi.
Ahirgi 1-2 yıldan buyon bütün xalqarалық axborot vositalarida har kun ishqib bizning xabarimiz yuzlamagan bir gazet oz tepilgan darajadagi bir davrda yashayapmiz. İlgirmi profesörlerimiz yoki shu strategiya mutaxassislarimiz deytam demiş. Sharq Turkiston tashkilotlari dunyo vaziyati Sharq Turkiston tashkilotlarini xuddi bir iqin suv kelgandek, iqin suv ko'takni iqitib menayotgandek tashkilotlar dunyo vaziyatini so'rab menishning o'rniga dunyo vaziyati bilan xalqaro Sharq Turkiston davosini oldiga ittirib akityotdi deb. Shuna bir vaziyatda biz yetishib olmayotimiz deb tashkilotlar yetishib olmayotdi deganki vaziyatning jiddiyatchiligidir. Ham shunda bir bosqichda biz chiqayotgan har xil bir-birining kendining gap qo'yishi siz hozir ittifoqlikning nihoyatda muhimligini so'zlab o'tdingiz. Buning lozimligini hamma odam buni so'zlaydimda. Hamma odam ittifoqlik qilishimiz kerak deydi, birlashishimiz kerak deydi. Amaliyotda u ish bo'lyapti, bo'lmayapti. Sohada shunda oz ko'ramiz. Hattoki Xitoy qo'shilgan darajada internet qahramonlar bo'lib, uning keyin birdan uning keyin bir muncha gap qilgan gap har xil gaplarnimda. Birdan u tashkilotdan keyin birdan bu tashkilotdan keyin degandek. Bu kasallarni qanday qilib amaliy shaklda uni azayt yoki yo'qot qilib bo'lgan ish qanday mumkin bo'ldi yoki bu istiqomatda karbon yo'liga ketaverdi deb hammasi o'zining bilganini qilib menish kerak bo'lmasa. Buni tushundirish uchun men diniy jihatdan bir nima qilay? Hamda diniy jihatdan so'zlasam ham nima qilib qolmanglar. Mening u jihatda savodim yo'q. Ammo Alloh taolo Qur'onni tushirgandan keyin masjid nima qildi? Hamma musulmonni masjidda namoz o'qishni tashabbus qildi. Masjid namoz o'qiymiz-ku, aytganlik 5 vaqt namozni, mayli namoz olamdi, mayli juma namoz olamdi. Masjidda o'qigan namozning ulug'ligi uyda o'qigan namozga qaraganda menimcha ulug' deb o'ylayman. Nima uchun? 27 hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis Bu nemishqa u ishkili o'qilgan namoz, ishkilisini kelmaydan, mayli sunnat bo'lsin, mayli farz bo'lsin, o'qilgan Qur'on o'qishash, nima uchun u ulug', u nima uchun ulug' emas? Degan chaqda bu yerda bir nozuk bir masala bor. Ya'ni bu jamoat bilan o'qisa biz bilan ko'rishadi. Nimish bo'ladi-da, patamxon tijliqmi, mamcham tijliqmi, uning ishlari nima bo'ladi deb biz igi chiqadi. Men tashkilotlarni menda demak bir yerga kelsa, bir ittifoqlashsa, bir igi chiqadi. Bu o'zi ittifoqlashdan qechib turgan sira u yolg'iz namoz o'qisa, u o'taverdi, o'tmaydi, qashmaydi menimcha. Lekin ittifoqlashgandan keyin mamcha yo'qtirdi, mamcha ne ketganda men jamoatimizdan deb bir-birimiz igi chiqish bilan Ko'miz Xitoylarmi hozir bizning faoliyatimiz kuchaygan sira bumi kuchaydi. Buning jasusliklari, bizga tahdid solishlari, bizni qaymoqtirishi, bizni parchalashlarimiz kuchaydi. Jamoat birlik kelgandan keyin mamcha yo'qtirdi, ne ketganda deb izlash bo'ladi. Mas'uliyat bo'ladi bizga, insoniy nuqtadan chiqqanda. To'g'ri. Anda bo'lgandan keyin yo'chiq etilib ketadi. O Xitoyniki qiladi. Men 5 programmaga chiqib qo'ygan, menga tahdid silib, men bir munchalar qilib o'tgan yerda u tashkilot rahbarlariga, u tashkilotlarga qilishi normal ahvol u. Lekin u qiladi. Uningdan qo'rqib u bu deyishning hojati yo'q. Faqat biz ittifoqlashib nima qilsak, eng muhimi men bay degandek, bu tashkilotda men bo'lmasam yoki bu da'voda men bo'lmasam bo'lmaydi deganligiga nahayat xushman. Lekin men 5 bo'lmasam, ma da'vo oqmaydi deydiganlarga nafratlanaman. Andaq peskesh ideyani o'zimizdan tozalab etib, haqiqiy Sharq Turkiston persenti bo'lsak, haqiqiy Sharq Turkiston uchun nima qilgan bo'lsak, u Hidoyatlar O'skam rais bo'ldi, nima bo'ldi? To'lqin Aysakam rais bo'ldi, nima bo'ldi? Biz uchun baribir. Faqat to'g'ri yo'lga yetaklab mansili bo'ldi bizni. U kim bo'lishdan qazar? Biz uning oldingi programmada nima dedik degan chaqda Turkiyaning Cumhuriyetimiz Recep Tayyip Erdo'g'an bu millat bo'ynini ekkandan ko'ra bo'ynini kesib berdi dedi. Bizga shunday lider lazim dedi. Unda shunda diye shu liderni shunda so'zlataydigan xalq bizga lozim. Shu liderga shunda so'zlataydigan xalq lozim. Bu xalq nada? Bu xalq bu ittifoqlashmay bizimiz taqda bizimiz bag'da gap qilsak, unda liderni o'zimiz chiqaramaymiz, mengu chiqaramaymiz. Hozir mushtarqa bizga Donald Trumpni Uyg'urlik lider bo'lgan deb Allohning vayimi kelib, misol Allohning qudratidan boshqa hech qanday shuni qilmaydi-ku. Shuni qilib bersa yoki Merkelni qilib bersa yo Recep Tayyip Erdo'g'an uni biz qabul qilmaymiz. Oshning keyinida ya namoz o'qiydi ekan, ya saqili jiq ekan,
Ya romalatırken, ya romalatmaydiken, yoki bo'lmasa u yerda turib namoz o'qib olarkan, o'qilgan deb ana jinqi to'xtamaydigan. Gaplarni o'zimiz deb qo'yganlik ulab, ana Xitoy u gaplik shamol puy deb qo'yib, shuning bilan u gap texim ulg'uyor. Manda bir uqishmaslik, avashlik qilib ekan. Anadaki 5 xil odamlar bor ekan degan bilan 5 xil guruhdagi nima bo'lganini biristimi sistemlik nazariya yo'q. Menimcha shu birinchisi bilan ikkinchisida sistemlik nazariya bor deb o'ylayman. Masalan, islom dinini kulturilan, islom madaniyati asosida islom dunyosini kuchini payqab, Sharq Turkiston masalasini hal qilish. Mayli qurolliq bo'lsin, mayli tinchlik asosida bo'lsin, mayli dunyo Uyg'ur qultaya da'vatga o'tir yo'llarini dunyoninki diplomatik besimi, dunyo qonuni, xalqaro jamiyatning besimi, BDTning besimi orqali Xitoyga besim paydo qilib, mush yo'llar bilan hal qilish deymiz. Ikkilisini to'g'ri, hargiz xato emas. Nima degan chaqda dunyo qultining da'vat qilib bizning qo'limizda qurol yo'q. Hozir men sizdan bir savol so'rab baqay. Bizga qurol ulug'mi, Qur'on ulug'mi? Mana so'rsam, balkim nurg'a odamni ochiq tutib ketishi mumkin. O'ylab baqang, tinch davrda, hamma davrda nim bo'lishini qazi bizga Qur'on ulug'. Lekin dushman bilan urushayotganda siz Qur'on kitobni ko'tarib bir dushmanni beshiq ming urib o'lamda. Undaqda qurol ulug'. Hammaning ishlatilgan nimasi bo'ladi. U ikkisi birisiga chambarchas bog'lanishlik. Hech qanday nima emas. Inson o'zini qo'g'dayolmagan ahvol ostida u hamma narsani so'zlajamaydi. Masalan, biz o'zimizni qo'g'dayolmayman, hozir nima kunini ko'ryapmiz. Shu Qur'onimiz ko'ydiryapti. Shu Qur'onim ko'ydiryapti shuni. Shunlashqa ittifoqlashimiz. Hozir masalan dunyo Uyg'ur qurultayini men vatandagi vaqtimizda dunyo Uyg'ur qurultayi desam, men nimanda ism bu, nerdan topqasim bu, nim bu, yo bu dunyodagi Uyg'urlarningki bir to'plashib qo'rg'agan bir ism o'xshaman bu deydim. Ya bir dunyodagi bir davlatlarningki u bu chishib ketgan Uyg'urlar bir shekil bir mashrab o'ynagandek bir ishgan qo'pun. Buni yo bir siyosiy ma'nosi yo'q, yo bir mustaqillik ma'nosi yo'q. Qanday gap bu deydim. Nima qilsangiz biz yanıla kommunist Xitoyning tarbiyasi cho'ng bo'lgan. Biz chet elni ko'rmadik. Chet elning ma'rifini bilmadik. Bizning chet elning ma'rifi, chet elning kitoblarini hammasi bizga nisbatan asosiyatdan cheklangan. U xil avval aslida bizga o chet elning siyosatini bilmaydi. Bizga G'ulom Osmon akam so'zga leksiyasi dedi, bizga shu mavzuning ideyasini u bu so'ndirib, chet elga kelgan kapitalistlar ishchilarning qo'shimcha qiymatini yeydi, ishchilarni urdi, dumbalaydi, o'qidi. Bu chet elga chiqib hech kimni ko'rmadik. Texnik bir rasmiy meni tutilib, u bu deganni anlamadim. Demak, dunyo Uyg'ur qurultayiniga ma tutayotgan yo'li hozir. Ma chet elga chiqqandan yog'i men ko'rib, buni to'g'ri ekan. Bu agar mustaqillik deb, masalan, Sharq Turkiston mustaqillik harakati deylik. Sharq Turkiston azadlık teşkilatı deydi, onu bunu teşkilat kurduk deydi. Xalqlarda hech qanday davlat uning yaqin kelinmaydi ekan. Bu aniq ifodalanyapti. Masalan, bu nima ishga yaqin kelmaydi ekan desangiz, Xitoy 1949-yili yoki Xitoy kommunistlari hokimiyatni qo'lga olgan ilishdan burun Gomindan shu BDT'dan qurib chiqqanda, bu BDTning bir 5 doimiy aziyatning davlatining birisi bo'lgan chaqda, tuproqning hammasi meni deb BDTdan o'tkazib olibdi ekan. Bu vaqtda tertibet yo'q. Bu o'tkazib olgandan keyin u xalqaro qonunda hamma davlat biz-bizga qo'l qo'ygan gap. Qo'l qo'ydi ekan-da. Masalan, Amerikaning tuprog'i ma'mining tuprog'i mayda mayaqacha deganki, uni Turkiya e'tirof qilgan, Turkiyaning tuprog'ini Angliya e'tirof qilgan, Angliyaning Amerika shunda bir e'tirof qilgan ekan, Xitoymi e'tirof qildirib olgan gap. Bu e'tirof qildirib olgan ekan xalqaro jamiyatda Uyg'ur mustaqillik deb qolsa, Xitoy nima deydi? Har qitim bizim deb qolsalar, Amerika bizning ishga ishimizga aralashib oldi. Turkiya bizning ishga ishimizga aralashib oldi. Islom dunyosi bizning ishga ishimizga aralashib oldi. Ya Angliya ishga ishimizga aralashib oldi deydi. Bu degani ishga ishimizga aralashib oldi degandan o'zilla xalqaro qonunga sen bo'ysunmading. Sen o'zingning ishini qilmamsan. Men bu shuni o'zimning fuqarosini men bu shu har xil yo'llar bilan baxmamdim. Sen nima ish aralashib olsa deb ularni oldiga o'tib oladi ekan. Xalqaro qonuniy nuqtadan chiqqan chaqda. Xo'sh, xo'sh. Agar Dünya Uyg'ur qurultayi deb, uni mustaqillik ma'nosi bo'lmagan ekan, bu xalqaro degan masalan Amerika yoki Angliya, Fransiya o'lni oldiga, Germaniyaning oldiga, Turkiyaning oldiga shu Dünya Uyg'ur qurultayining a'zolari bizning manda odamlarimiz jazo lageriga solib oldi. Yoki Xitoy bizning manda pasportimizni yig'ib oldi, yo anda zulm qildi, biz besib olgandan yog'i deb uni desa, anikin o'li qo'pab uni deyalar ekan. Sen ma'lum fuqarolaring ekan, sen nima deb jazoli qos qonuniga tayinib
Biz bunu jazalarga solib oldik deb. Buda qilmao BDT nemistimi aniq Amerikaning o'tirib qo'ygan savol shu bo'ldi. Turkiyaning maydoni yaxshi bo'ldi. Hamma Yevropa davlatniki 22 davlatning o'tirib qo'ygan shu savol bo'ldi. Hargiz o'li qo'pab sen Sharq Turkiston nemish besavalding degan savolni qo'ymadi. Unda deb qalsa u Sharq Turkistonning Xitoyning ichki siyosiy aralashgan bo'lib qoldi ekan. Şuna bu xalqaraniki ma'u qonuni bo'shliqdan Dunyo Uyg'ur qurultayiniki peshqadam rahbarlari nayt yaxshi foydalanganligi uchun Dunyo Uyg'ur qurultayi deb ism qo'yapti deganni men maya chiqqandan yo'q his qildim. Bu demak alning qo'ygan ismi nayt muvofiq ekan. Masalan Sharq Turkiston deb ism qo'ydi deydi mustaqillik. Uni xos davlat izlab kelyapti yoki xos davlat buning dardini anglayapti. Bir devlet anlaganını ben anlap bakmadım. Lekin Dünya Uyghur Qurultayiniki mush buni aldırıqın nima demesekmi, mush 1 yil ichidagina 3 qitim nim bo'lsa BDT'ga o'tirib qo'ydi. 4-27-kun Berusulda bir ko'lamlik bir namoyish o'tkazdi. Bu mening nazarimda dunyodagi mush Uyg'urlarningki mustaqil harakatning bir burilish nuqtasi. Nima degan bilan Xitoy nimadan qo'rqadi deganda, biri bizningki mush vatan davos qilayotgan mush qarindoshlarimizninki İslam medeniyeti, İslam kültürü, İslam coğrafyası, İslam siyaseti, şu Avrupa'nınki erkinlik, demokratik kişilik hukukunu özara bağlap, bular ittifaklaştırılık okudu. Şunlaşka nimelnama kattık. Sizler İslam terörçileri, uçi, buçi deydi, lekin alını sizler Avrupa'daki nemkılot kalanına kopap tılyamayırken. Nemişka sen demokrat terörçileri, kişilik hukuk terörçileri deyip biraz netehmen tılığını alıp bakmadım. Demek bu Dünya Uyghur Qurultayının qo'ygan mavzusimi chet el chiqib, o'lni ishoratini ko'rib, sharikitni, chet elning siyosiy muhitini ko'rib, tadqiq qilganiga haqiqatdan to'g'ri sim qo'yapti degan o'yladim. Hozir ham Uyg'urlarda ba'zilarda net xil ko'z qarash bor ekan. Dunyo Uyghur Qurultayi pul bermaydi, o'g'iz bu qilmaydi ekan. O sen pul berma, u ma'nig'an tashkilot o'z menga yurdi. Uni shu Yevropadagi davlatlar, g'arblik davlatlar qo'llag'achqa shuning puli berib o'tgandi. Qo'limizni ham berdi. Pul beribdi, Uyg'urning davosini jallandiringlar deb pul beribdi. Hech qanday deb kuchimiz yetmagan ekan, o'zimizdan puli bo'lmagan ekan. Elib shu davosimizni kuchlasini desak bo'ladi. Bo'lsa o'zimizning puli bo'lsa, o'zimizning davosini o'zimiz pul xarjlab, o'zimiz kuchlantirsak, texnik yaxshi bo'ladi. Xalqni bo'yan turg'i chiqib qolmaymiz. Lekin uningga bizda hozir kuch yo'q. U xil avalaslar qanday qildi? Xalq jamiyat qo'llayotgan isboti tursa, uni qo'pab biz yana taqtiq gap tuysak bo'lmaydi deb qarayman. Ana lekin bizning qo'limizda qurol yo'q. Qurolliq azod qilamiz, o qilamiz, bu qilamiz desak. Ya bizningki bir coğrafiyalik o'rnimiz yo'q. Urush qilish degan gapning ma'nosi bu o'ng'ayli gap emas. Bu qon to'kash degan gap. Bu qon to'kadigan nerdagi askar, nerdagi qurol, nerdagi coğrafiyalik sharoit. Masalan, biz urush deganda 4 halqalik muhim nima deydi? Birinchisi askar bo'lish kerak, muntazam qurollangan, ikkinchisi coğrafiyalik sharoit bo'lish kerak deb. Bizda ne coğrafiyalik sharoit? Uni G'ulom Osmon akam leksiyasidan talay qaytim dedi. Coğrafiyalik sharoitimiz bizda yo'q. Hozir masalan biz bir Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokistonga yuraklik pasport, masalan turk vatandoshi bo'lganmi boramavassa tutib berdi deb. U yerga necha ming askar o'tkazib berib, u qonun, u mumkin emas. Shunlashgan shu xalqaro qonunni, xalqaroniki besimini, xalqaro shu yo'linish bo'yicha vatan ozod qilishni, Dunyo Qurultayiniki shuni qo'shni men aytib qo'llayman shaxsiy. Ammo men Dunyo Qurultayining a'zosi emas. Men Dunyo Qurultayining qattiq bijmo'cham pulma yordam qilmadim. Ammo meningki tadqiq qilib kuzishim asosida mushniki to'g'ri ekan deb qarayman. Lekin Turkiyaga dunyosi ilib berayotgan faoliyatlar. Shu tinchlik asosida biz o'zimizni tinchlikni so'ydigan xalq. Biz bir Turkiyaga chiqib, men 2 yilda ashti bir rasmli bir voqesh muhammadim. Tinchlikni so'ydigan xalq. Qonunga bo'ysundigan xalq. Ama shunda o'qishgan, men shuna deb o'ylayman. Shu dunyodagi harakat qilayotgan shu Uyg'urlarning Dunyo Uyg'ur Qurultayidek dunyo to'nigan, dunyo e'tirof qilgan, men bo'lib g'arb dunyo, g'arb bir davlat, unda tashkilotni qurib chiqarishimiz hozirgi sharoitda yomon tez. Unda bo'layotgan sharoitda biz Dunyo Uyg'ur Qurultayini mumkin ba qo'llasak, mumkin ba ittifoqlashsak deb o'ylayman. Lekin Turkiyadagi tashkilotlarimiz bo'lsa, har qasiyatdan Turkiyadagi qarindoshlarimiz yinida turib, zich turib, qo'limizda pulimiz bo'lsa pul berib, ish qilgandi. Pulimiz bo'lmasa, har yig'inlarga qatnashib yoki namoyish qilib yaqin turishning o'zi biz uchun ziyonli emas. Bizda bir gap bor, yolg'iz daraxt o'rmon bo'lmas. Bir to'p o'rmonni bo'ron sundira olmasdi. O biz daraxt turilib, o biz bo'ron bizni yashin qilmaydigan bilan bo'ron emas, shamol sundirib chiqib qoladi. Xo'sh, endi shu obay nimada
Sözünüzün arasında mesela bizde hech qanday qoral yo'q. Bu amaliy bir ish qilgan ahvolimiz, sharoitimiz yo'q dedingiz. Bu hammamizga ma'lum. Mana sizning fikringizni deb boqaymi shu masalada. Arakan masalasi chiqdi. Dunyoda nurg'un axborotlar kun tartib keldi. Shuncha ola vahshiylar qatl qilindi, axborotlar chiqqan, biz ko'rayotgan vahshiy ko'rinishlarni o'ylasak bo'ldamiz. Xitoy vatanimizda albatta axborotga chiqamay turib bir ustiga piqliq, taqoqliq qutib olgan ekan Xitoy butun narsani cheklab. Dunyoga anda Arakandagi masaladagi uchuq chiqib boqmadi hozirgacha. Ammo Arakandan vahshiy guvohlik berayotganlarninki turmadagilarga facialarni anglasak, Arakandan vahshiyana uningdan vahshiyroq qatl qilayotganligini his qilib turyapmiz. Ashunday vahshiy yo'q qilayotganligini his qilib turyapmiz. Xitoy qilib kelyapti hozirgacha. Arakanning masalasi chiqib uzun o'tmaylar mesela yaqinda ham shu to'rbatiga kirib shu qarasak mesela biz ko'zga ilmaydigan shunchalik vijek ularniki. Chiroy shakli shu osiyoliklar bo'lgan ekan hammasi o'xshab ketgan hamda bir-biriga. Ashunda bir xalq hamda ashlar muntazam shunday qurolli askar armiyalarni qurib hozir shu buddistlarga qarshi rasmiy qurolli ishlarni qilyapti hamda. Bu ish boshlanib o'zini o'tmaylam shunchalik muntazam hammasidan qurilib ketishi u davlat bir kambag'al ishim chiqmagan bir davlat hamda. Bu mu hamda shu sizning ko'z qarashingiz bo'yicha biz shu tumitizakni ko'targili bizningki hozir kam deganda hozir qancha yil qolgan bo'ldi? Ta necha yildan boshlagan bo'lsa 1759dan boshlagan. Ya mesela komünistlarga qarshi bir harakat boshlagan oxir deyildi. Bu tarix ketmay shunga qarshi harakat qilamiz deb vatandan tortib chiqib, keyin Afg'onistonga chiqib, ta Suriyagacha minglagan xalqimiz o'ldi. Ammo shunday bir davrga kelib qoldik ham. Lekin ta hozirgacha Xitoyga bir tal o'qiyib boqmadik, buni qanab boqmadik Xitoyninki. Ammo shuncha qisqa vaqtning ichida Allohning rasmiy o'zining vatanini ashulqa yezib qo'yganligi ham shu Arakan bilan birga shu atrofda buddistlar boya shunda tog'liq rayonlarni egallab bo'libdi. Yozgan cho'ng xitida butun askarlarni mashq qildirayotgan yerda biz oti vatanning inglizcha yezibdi endi. Biz oti vatanning qo'g'dug'uchilari deb. Yo'g'on shuarlarni yezib biz vatanimizda bu tuproqni muxbirlar qilyapti mana. Biz nima ish qilolmadik buni? Bunchalar qoral ko'targanlar mavjud chet elda turibmi? Bizning jo'rafiyalik o'rnimiz intayin murakkab. Bizning jo'rafiyalik o'rnimizni istaganimiz intayin muhim. Biz buning oldingi suhbatlarimda dedik. Bizning yan taraflarimizdagi qo'shnilarimizmi manda chiqib ketgan chaqda hamda mustaqil, lekin xalqida huquq yo'q. Asosli huquq yanala mustabidlarning qo'lida. Ham intayin namrat. Bu hozir masalan olaylik. Qozog'istonni misol qilaylik. Qozog'iston bizning qarindishimiz. July shu 1944-yilda qurilgan Sharq Turkistonga Qozog'iston xalqining qo'shgan to'kpisi intayin yuqori. Uyg'urlardan qalsa ularning to'kpisi intayin yuqori. Unda bo'lsa bu Qozog'istonning hozir 500 mingdek nimani tutib yechib. Bu Qozog'iston nima ish qilmaydi? O'tirib chiqmaydi. Chunki Qozog'istonni boshqaradigan qarzga bog'liq. Bu qarz degan ikkinchi masala. Bu Rus kuchayib ketsa, Rus kuchaygan vaqtida Xitoyni besperda deydi. Xitoy kuchaysa Rusni besperda mana o'tirda tamponliq saqlamiz deb bir xil nimba bo'ldi bana. Bu Nazarboyevda o'zining huquqini qo'llash uchun mana bir tamponliq nazariyasiga bir nim qilib o'tgan gap. Lekin u qavoqqa chunda bo'ladi, uni hech kim bilmaydi. Rus Qozog'istondan zirkib chiqib qolsa, vaqtda Xitoy yutdi uni xilab. 1995-yili Islam Janzimin nimada aniq qilib degan Almata bizning zimin deb. Almata bizning zimin degashga Almata asli shu chaqda Qozog'istonning poytaxti bo'lgan Almatani Nazarboyev nurg'un pul xajlab Astanani yutkab ketdi. Astanaga yutkab ketdi poytaxtini. Bu bekanimga bo'lib qolmaydi. Bu ashunda. Bu demak bizning xalqimizning o'zida nima yo'q? Baş yo'q.
Devlet işi de yok. Devlet sırtıdakilerimizde bizi tıllaydıgan. Az demesen galaylık Dünya Uygur Kurultayı'da Dolqun Aysakam reis boldu. Dolqun Aysakamga qiladigan hujum bo'lgan bo'lsa, Dolqun Aysakam Dünya Kurultayı'dan tushib ketdi deylik. Başqa chiqqan bo'lsa, Dolqun Aysakam sizga xizmat qila oladigan bo'lib qolgan bo'lsa, biz boya degandek Dolqun Aysakamning atrofida uni bilan birga xizmat qilayotgan odam hargiz Dolqun Aysakam reis bo'lgan deb buni nomzodlik ko'rsatmaydi. Bu bizda anda nima yo'q. Bunda bir bosh tiklib oladigan ish yo'q. Masalan galaylik, Amerika Tel Avivdan poytaxtni Yerusalimga, ya'ni Quddusga yo'tkidi. Yo'tkiganga Falastinlikda 68 odam hayotini nim qildi, qurbonlik berdi. 3 mingdan oshiq odam yarda bo'ldi. Bizda 5 million qarindishimiz turmida jazo lagerlarida atsa, 68 odam guvohlik bermadi. Buni nima deb tushundiramiz? Undan bu severlik zat kimdi? Tashkilotdimi yoki xalqdimi? Xalq nurg'un narsani biladi. Nurg'un narsalarni biladi. Shu ish nima qilish kerak? Endi arka masalasi kelsak, arka masalasini dunyoga ilib chiqqan Turkiya. Recep Tayyip Cumhurreisimiz, Sayın Cumhurreisimiz Recep Tayyip Erdoğan ilib chiqdi. Lekin undan nima ish Doğu Turkiston masalasini ilib chiqmaydi. Texi biz bu bilan qarindosh tursak, ona tuproq tursa, ati tuproq tursa. Lekin bu yerdagi yana bir nozik masala Xitoyning haddan ziyod kuchliligimi bu Turkiyaning aldirab qo'l tiqishga petindirolmaydi. Ama Türkiye bu meseleni ilip çıksa nurgun bedel tölaydı, hal qila olishi mumkin. Çünkü Türkiye'ninki coğrafiyalik o'rni qalganda xalqaradagi siyosiy rolida diplomatiya kuchi nəhayət küçük devletning. İslam devletligimi o gipetido asosiyatdan. Türk dünyasıgimi gipetido. Ama yani Türkiye Xitoyga nisbatan yanıla aziz kelib qoladi. Bu demekçi endi Arakan musulmonlarning unda bulab ketishi, Turkiyaninki g'oyat zo'r kuch chiqarishi, shundaqla u yerdagi Arakan xalqlarining top yaşay olishi, shu yerdagi. Hem u yerdagi xalqaro jamiyatninki har jihatdan diqqati shu yerga markazlashdi. Hozir bizning markazimiz bizningmi Sharq Turkistonga markazlashyapti. Kun-kunga markazlashyapti. Siz dedingiz-ku, xalqaroniki, hozirgi jamiyatniki, Uyg'ur o'g'liniki daryoga o'xshasak, Uyg'ur bir ko'tak bo'lib, shu daryo Uyg'ur shu ko'takni so'rab ketib bordi. Amaliyotda Uyg'ur daryo bo'lib, aytlayotgani ilmoniga yerda to'qmiz. Unda bo'lmadimiz. Lekin men bayqi buni oldi kelishdim dedim. Filippindan zo'ndan Ariyo'dan Abishinzo şu müstemlike xalq quraq taqib etsak özünü qırıb tükçü tutu deyib. Demek aşındaq şarait pişipli qalsa vaqtida şu qural hazır boladı, şu askerlerimiz hazır boladı, Türkiye'den kiteme atqalım ketadigan bu hadisinin hammasi hazır boladı. Ama onunla biz səvirçən bo'lishimiz, hem çoxum taktiklik hərəkət qilishimiz, ittifaqlashib taktiklik hərəkət qilishimiz kerak. Bu yerda biz talashishga ishim yo'q. Men bunu aldırdım dedim, biz axlatlab ketdik hozir. Bizni xalqaro axlat deymizmi, biz o'zimiz axlat deydigan keldik. Bu axlat deganga baza to'g'ri yo'q. Nədliki o'rnining nədlikini hammalar bilamiz. Bu axlat turib, ya'ni biz u marais bo'lsam bo'lmaydi, men maash bo'lsam bo'lmaydi, men ministr bo'lsam bo'lmaydi desak, bu Turkiya bizni ministr qilmaydi. Ya reis qilmaydi. Buning ministri reislari yetib oshdi. Biz o'ta sarxil. Sharq Turkiston azat bo'lgan bo'lsa, reis bo'lmaydi, san yarishdi. Ministr bo'lmaysan yarishdi. Men qo'llab ovoz berman. Hayat bo'lsam. Bu yerda turib buni qilamiz. Men xalqni sen etrafingizda uyushtirib, xalqimizning bir ahuzlarini butun dunyoga bir to'g'ri shaklda anglashsaqlam bo'ldi, boshqa ish yo'q. Shuni qilibla tura olsak hozircha, ana degan qolgan narsani Xudo xolisa asosda hal bo'lib ketadi. Hozir bu xil avval biz Turkiyadami jinimizni qo'g'diyolmayotgan bir avvalda biz hozir mana shu aytgan chaqda masalan e'tiqomit yo'qlikda qo'qab yashayotgan ba'zilar qo'qab yashayotgan avvalasida bunda vaqtda yo'g'im gap qilib qo'yganning faqatla foydasi yo'q. Masalan nurg'un yig'inlar ichilyapti. O'zimiz hal qilolmaydigan ishlar uchun jinimizni sepirib o'zimizni ufurtib ketganning foydasi yo'q. Zihnimizni ufuraydi, aqlimiz ufuraydi, iqtisodimiz ufuraydi, vaqtimiz ufuraydi. Qila oladigan ishlar. Nəhayət kiçik ishlar bo'lsa, qila oladigan ishlar. Men masalan o'tgan suhbatda dedim, Abdurahim Ötkörning she'rlarini tarjima qiladigan, romanlarini tarjima qilgan, yaxshi romanlarni tarjima qiladigan, har xil faoliyatlarni qilib, o'zimizning madaniyatning kimligini joriy qildira oladigan. Uningga nisbatan bizdan ishlarimiz nima ketmaydi.
Aşındaq işlarni qilishimiz kerak. O qilolmaydigan, yo'q masalan, Sharq Turkistonda biz manda shakilda anda qilamiz, manda qilamiz deb o strategiya plan tuzsak bo'ladi. Lekin qilolmaydigan ishlarga zihnimizni suraq qilib, uni xalqqa deb xalqni umidlantirib qo'yib, o xalq undan keyin netisini ko'rmay, nima ham o'zi ro'yjatdan bir xil yomon beyarim bo'lib, beslib, jon siqilayotgan vaqtda u texmo zarb bo'lib bo'lga, bunda bo'lib ketadi. Qila oladigan ishlarni qilib tursak, natija yo'q. Men atishda bir gap bor, boyolaysan gazar sat deydigan. Demek 3 yaxshidan boshlaydi degan gap. 3 yaxshidan tatbiq qilib tursak, bu nihoyat yaxshi natija bo'ladi. Hozir masalan galaylik qurolliq azod qilamiz desak, u Erkin Akram Kammo bir suhbatda dedi. Amerika Shizang xalqini Dalay Lama'nın askarlarini tarbiyalab, shu 70-yilda tog'ni tashlab qo'yuvchi u ham Xitoyni itib bo'lgan deb. Avval shu, hozir mana 6-janiki 18-kuni Hindiston bilan Xitoy o'rtasida doklamda talash bo'ldi. Shu chaqda Shizangning qo'shini paydo bo'libdi degan gap, Dalayning qo'shini paydo bo'libdi degan. Muntazam qo'shinlar paydo bo'libdi, Shizang tog'liq rayonida doklamda degan gapni olgan. Shularni qurol chiqib ketmasa bizda undaq muntazam qurol, muntazam armiya yo'qlayotgan biz qanday qilib qurolni azod qilamiz? Bizga biz davlat igi chiqmasa, uningga Amerika igi chiqyotdi. Hindiston igi chiqyotdi. Bizga hech kim igi chiqmasa biz qanday qilib azod qilamiz? U vaqtida baka tuxum tash qurib etgandek ish yo'lamas. Qilmaydigan qila olamiz deb baka xalqni umidlantirib qo'yib, endi keyin Xitoy qo'yib mana emasmi? Masalan, maylikcha so'zlayotganlar tavatada Xitoyni otimiz, chopimiz, o'qilimiz, bu qilamiz deb. Bu deydi endi keyin. Bular biz men so'z aytgan mushliksiyani menning xalqim anglab bo'lsa Xitoy anglab bo'ladi. Hammani mamcha mandatudo, andatudo, magip mayekit bar deb, hammani jibdan jilishga tayyorlik qiladi. Bizning xalqimizda u boshqa emas. Ayni tayyorlik qilib turdi. Demak, u qattiq inchki bo'ladi bular. O'qil avvalastida bizda hech nima bo'lmasa, biz unda qilamiz desak bo'lmaydi. Masalan, galaylik Turkiyani deyni. Turkiya bizniki Sharq Turkiston da'vosi qilayotganda yadrolik davlat eng beshida mishaga kelgan bu Muhammad Imon Bo'raxon lekin mushtaq nima uchun Turkiya bizga nisbatan bir qonun ma'qullab bermadi. Hozir u ma'qul Turkiya bilan Xitoyning munosabat qilishdi qonun ma'qullamiz. Jiroqlashib ketgan vaqtida nima ishqa yoki diplomatik munosabat o'rnatmagan vaqtidami? Nima ishqa qonun ma'qullab bermadi. Bir qonun ma'qullashga shu vaqtida hamda xalqimizningki nima siyosiyni yo tuyandi, ya'ni nimada uni diqqat qilmagandi. Eng muhimi Turkiyaning qonunida manda bir mustamlika al xalqlarga manda ish qilib beramiz deydigan bir qonun meningcha yo'q. Men Turkiyaning qonunini tushunmayman, Turkiyaning qonuni. Bu yerda qattiq so'zlab qo'ysam bo'lmaydi. Ammo mening his qilishimcha, men o'sha bizning shirkatning advokatlarini shunda chiqib qarangishib baqsam, unda qonun yo'q. Lekin men Yevropa tarafida, Amerika tarafida bor. Masalan, demokratiyani qo'g'daydigan, kishilik huquqini qo'g'daydigan, diniy erkinlikni qo'g'daydigan, insoniy huquqni qo'g'daydigan qonunlar bor ekan. Shunga o'lda ma'qulat qilib bo'ldi ekan, Turkiyada ma'qulat qilmaydi. Turkiyada yo'q narsani Turkiyani talab qilsak Turkiya bermaydi dedi. Turkiyada bo'lsa ekan, sening qonuningga mana biz tushimiz sen meni qilib bermaysan desak bu. Turkiyaning qonunida yo'q narsani Turkiya qilib bermaydi. Bu chunki bu qonun bilan boshqarilgan davlat. Endi Amerika deydi yoki Germaniya deydi. Sening qonuningda insoniy huquqni qo'g'day ekansa, bizning insoniy huquqimiz menda depsanda bo'layotdi. Unda sen mening qonun ma'qullab bermaysan deb shularga ta'sir ko'rsatgidek harakat qila olsak, anadagi bizga nazarga kelib, ular endi harakat qilish mumkin. Masalan, Amerika da'vatida biz Magnitsky qonunini yo'l qo'yamiz deb, Marko Rubio Kestasipotlar. Shular da'vatida. O'zida bo'g'ashqa. Ma Turkiyada yo'q narsani talab qilishning o'zini qarshilabdan qiyinchilik qilib qo'ygan, o'zimizning ko'ngilni og'ritib olgan ish qildi. Shunglashqa men deydiganim endi Arkan musulmonlarninkimi Turkiya beshida buni xalqaro yeypadi. U yerda inson kirisi yuz bergandan unga nisbatan nurg'un davlatlarniki. Bu yerda o'ylanayotgan ish o'ylanishida yana ko'miz Xitoy bor. O Hüseyin Tecelli qiyinchimiz yana bir qiyinchimizdan suhbat elib bo'lganchimi, o shu Arkan musulmonlarni bostirishga Berma hukumatini kuch ketgan Xitoy degan isbotlar dedi. Demak, ashada cho'ng davlatning o'rtasidagi munosabatda bir buzilish bor, tangqonlik. Uni nima ish qilsangiz, u dengizga yaqin. U janub tarafga yaqin, janub dengiz tarafga yaqin bo'layotgan taraflar bor. Bu shunday bir nozik vaqtda. Endi bu bizning xalqimiz texi o'nda yuqori ijtimoiy nimada emas. Men boy deb ketgandek, Amerika Tel Avivdan Qunduzga yoki Yerusalimga poytaxtni yo'tkanga 68 odam
hayotini qurbon qildi. 3000 dan oshiq odam nima qildi? Texniba biz Turkiyada yashayapmiz ya dunyoning boshqa yerida anglashimcha 3 million deydi, Uyg'ur yashaydi deydi, birisi deydi 5 million deydi. Men o yerda qanchaga borini bilmayman. Ammo ish qilib 3 million bo'lmasmi 1 million bordi lekin. Unda ortiq. 1 million Uyg'ur 5 million qirinchi turmada tursa, tek 68 odam maya kelib guvohlik bermadi. Facebook'da guvohlik berayotganda buning sababi nima sizcha? Buning sababi har programma deyapman, har programma chaqiryapmiz. Unda biz qul bo'lib yashashga ko'nib ketdikmi yoki qullikni qabul qilib ketdikmi yoki qullikdan biz erkinlikka intilmayapmiz qoldik. U taqtiq so'zlaganning foydasi yo'q, faqat haqiqatan ichish kerak. Bu nayt o'zimizda kasal, yomonjiq. Buni biz nima qilishimiz kerak? Bu desizlar u tashkilotning kendidan tilab, bu tashkilotning kendidan tilamay, shu tashkilotga to'g'ri fikr berish bilan birga, eng muhimi shu tashkilotning qilayotgan, ko'z tutgan xizmatini biz qanchalik qo'llasak, u texmo shunchaki. Harakat qildi. Masalan, galaylik, sopakka benzin qo'ysa mangmaydi. O sayyo'l emaydi. Lekin mashinga sayyo'l qo'ysak mangmaydi. Kichik masala, benzin qo'ysak mangmaydi. Onun surati texim tez bo'ladi. Demak, biz qanchalik qo'llasak, ammo tashkilotlar texim gullanadi. Ammo biz unda qilmay, hozir men anglashimcha, ammo qarindoshlarimizni hozir biz ko'ngil kelib qolmasin. Turkiyada nurg'un qarindoshlarimiz tashkilotlar tayinib qolgan avval bor ekan. Mayli iqtisodiyotda, planlamayotda. Hargiz men uni bizim demayman. Ham nima istasangiz ham yat musafirchilikda yashamoq, o'qimoq, o'qimoq yomon tez. Lekin o'zimizga tayinishimiz kerak. Eng avval o'zimizga. Inson o'ziga tayinishi kerak. O'ziga tayangan chaqda, anandan keyin o'zini o'zi qutqazgan chaqda, anandan keyin boshqalarni qutqiza oladi. O'zini qutqazmagan inson boshqalarni qutqiza olmaydi. Shuni terishayli, g'ayrat qilaylik. Masalan, galaylik, nurg'un qarindoshlarimiz ish topolmaydi. Biz a'liqda shirkatdagi patron oy odam bo'lsa, ekkel, mishal ishlasin dedi. Netisi dedi, kelmadi, bormadi, vajraqqa o'kan bo'lgan dedi. Demak, terishayli. Qanday qilishimizdan qatnasa terishayli. Ya tatlab turgan odamni tirnoq o'tkaziladi. Men degan gap emas, Abdurahmon o'tkazgan gap bu. Ya tatlab turgan odamni tirnoq o'tkaziladi. Tatlab tursak biz gap bo'ladi. U sukut turganning foydasi yo'q. Sukut turib qolgan qarindoshlarim shuni deydiganim, u sukut turishning o'zi yo'qlab ketish, o'limni saqlab turishdan boshqa narsa emas. Albatta. Meni ya sen o'ttirib et, ya bo'lmasa Xudoy meni jinimni olsin degan gap. O Xudo bergan jonni Xudo oladi asl qoida bo'yicha. Lekin hozir u ko'miz Xitoylik Xudoning nima kerakligini bilmaganlik uchun ilayib bordi. Shuning g'amida yana sukut qilib, yana bunday qilishning hojati yo'q. Shuni o'rnimizdan dasturishimiz kerak. Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'sha ilib berayotgan faoliyatlarga raisimiz Dolqin Aysakan boshliq, Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi Erkin Akram kan, Erkin Ahmad kan, Ferhat Yo'rimkan kan Aslında hammasiga chin dilimda rahmat aytaman hammasiga. Ashlar yaxshi qilyapti-da. Turkiyada mo Hidoyatlar O'xsakam yana chiq. Sharq Turkiston Islom birligi O'limala birligining raislari yaxshi qilyapti-da, xalqimizga kuch qo'shyapti-da, xalqni atrofiga o'yishtirish uchun butun kuchlarni terishyapti. Ashlarga xalqim nomidan rahmat aytaman, o'zim nomidan rahmat aytaman. Ammo ish qilib saygak turaylar. Bu o'yliqi biz chet-elga chiqqanlarimiz vatan da'vosi qilyapmiz degan ekan, bu xalqarodimi, xalqaro qonuni bo'yicha buni qilamiz. Mana bu Nebijakam Shvetsariyaga Nebijakam deydi, biz shu xalqaroda, ya'ni shu davlat yashayotgan davlatniki qonuni bor. Shu qonun asosida ish qilmasak, u bizni u davlat chiqarib yetadi deydi. Demak, biz bir yetim bola bo'layotgan ekanmiz. Chuqur xalqaro qonunga bo'ysunib, gap qilganda menimcha yomon diqqat qilib, qurolni ozod qilib desak, Xitoyning oilaga jazolarni qonunlashtiramiz. Chunki amal emas, pulimiz bir millatni Xitoyning qirmisli da'vosi deydi. Ular masalan Avstraliya hukumati buda bag'an chaqdimi Sharq Turkistondagi jazolarga kirmasdan o'tirib qo'ydi deydi. Sizlar xabar shunda ishladingmi? Anan keyin Yaponiyaning bosh vaziri Abe Shinzo o'tirib qo'ydi dedinglar. O'qigan chaqmani Xitoyni o'tirmen deb mayli mamchan so'zlayapti-da. Yana bir so'zlayapti-da. Ammo shunda ideal tazliq etib boramiz, bizda uni boshqa ish yo'q. Desa, o'lim ishim demaydi, xalqaro jamiyat ishim demaydi. Shunlashqa bizning ishga gap yugurga boshqa ig'iz nima put yugurga oshqa ig'iz yugurga boshqa deydigan bir gap bor, yana bir gap ekan. Ig'izdan chiqayotgan gapni odam boshqardi, ig'izdan chiqib qolgan gap odamni boshqardi deydigan. Shuni yomon diqqat qilmay, yomon astaylulab bo'lsa, Erkin Akram kamning bir
Elki İsrail plan tuzduk 50 yıllık deydi. Aşında sistemlik bir plan bilen emmi teşkilat bir diye kilip annem kıysa bu yaxşı buldu. Bo'lmaydigan ish bo'lmaydi. Qilolmaydigan inson qilolmaydigan ish yo'q. Erkak kammi deydi, inson qilolmaydigan ish yo'q. O'ylab yetmaydigan ish bor. To'g'ri. Unda bo'lgan ekan cho'qim biz bunda ketaversa ketaveramiz. Men sizga desam qarang. Yaponiyaning samuray ruhini tiklab chiqqan 24 yaponiyalik. Meiji yangilik ko'chash dedi. Ular 1600-yillik gap qo'ydi. 24 yaponiyalik Yaponiyaning hozir holatga ikkilangan. Yaponiya bir dunyo yarashig'iga qatnashgan, ikkinchi dunyo yarashig'iga qatnashgan. 24 yaponiyalik. Hozir chet elda necha million Uyg'ur bor. Bu Uyg'urlar hech bir joyga ikkilamaydi. Eng oddiysi. Biz hakikaten bu içine çıkmaslık ama şu ötkende Profesör Abdüşkür Abdüşkarlıkmış ne dedi. Mesela bu Türkiye'deki mesela en baş şart Türkistan'daki davası başlanğan, yıldız tartkan, şu xeyli bilgen ki konulardan şart Türkistan'da boğaça İsa Yusuf Altekin'i tanıyordu mesela. Sen şu ben tanıyordum, onun sohbetlerini anlayan değilim. Şu yıldız tartkanda şu adamın öz vaxtında. Mesela yıllar ötüp aş devirde ösmür bolup tug'ilganlar bilgen mesela qayerib aldı ölüp oldu mesela. Hadi 70 yılga yaqin bo'lgan bo'lsa. Nurg'unlari o'tirish qildilar hozir o'tirish bo'lib bo'ldi. Yani bir qancha avlod o'tgan bugungi kunda mesela nurg'unlagan insonlar bu yerda tug'ildi, o'qidi maktabda. Bu bira hozirgi davlatning muhim o'rinlarida ishlayotgan bizning gapimizni qila oladigan bira Uyg'urning bo'lmasligi echinchi qo'yamdi. Nima uchun bo'lmaydi bu ish mesela? Amerikadagi bir yer olsun, nerede olsa hammasi ko'chmanlar to'planib kelgan yerlar. Biz boshqa davlatlarda shu tigi ko'chman ammo hukumatning muhim yerlarida, Turklar masalan ko'chman bo'lib Germaniya bo'lsin, namlarda parlamentda millat vakillari bor. Shu yerda siyosat o'ynab yuradigan gap yerda. Shu davlatda yashayotgan xalqining dardini, fikrini o'tirg'i, jon o'tirg'i qo'yib parlamentda. Muş hozirgacha mush davrgacha bira muhim ayndaq so'z o'tadigan bir yerda Uyg'urning bo'lmasligi. Bu nima uchun biz ya bu ilmga ko'ngil bo'lmagan shunday sal qarg'anliqdimi, nima uchun bunday bo'lib ketdi buni? Bunun arasında sen men cevap veremeyim. Mana sen nima deb qo'yaman. Nima desangiz men Turkiyada yashaganda 2 yil bo'ldi. Ama o yaman tigva sual bu. Nima ish desangiz bu bizdagi ro'yi ojizlikqa delillanıp işe kurduğun sualma var. Bu aşı bizden şu meyli çeteldeki bolsun, meyli vatan işçilik bolsun aşı. Kikidik yıllam zaten. Aşılla el olup geçillam zaten. Millet orada turalaylan sualma var. Bununla men onu gaylık baka taktık çerip oldum. Ama men göz karşınızda hep baksanız deseniz, bir yerdeki Uygurlarda vatan sevgisi az. Men ilk yazgan kitapta o oyuna oturup koydum. Xitay çetelgi Uygur, komünist Xitaylar çetelgi Uygur'dan nemi kütüdü o dep. Deb başına bir sual so'rab başlanadi. Birlam umid kutdi. U qarshilik qilsan qilaver, namoyish qilsan qilaver, unga nisbatan Xitoyniki xalqaro obrazini xunuklaştırırsan. Deydi u, mening xalqaro obrazimni xunuklaştırırsan, harakatimni to'xtatmaysan. Mening sendan kuchurga umidim, Mamchanning bolasi Turkiyada yashab turk bo'lib ketsin. Yoki Avstraliyaga kelsa, Avstraliyaga bo'lib ketsin, shu yerda erib ketsin, u da'vo Mamchan bilan tugab ketsin. Avlodi qolmasin. Hazır şunda. Mesela İsa Tekin akimizin, merhum akimizin yatqayır cennet olsun. Bizde yaşatqay edim nurg'ular tanıydı ki. Şunda hürmetli ki. Hoş, siz degandek şunu deyin ki demiş ki biraz siyasyonda çıkmaydı. Yaqin yağı hem de Ekrem Erkin Kamne, Erkin Ahmet akimizne Erkin Ekrem Kamne, Sitom Türk Kamne tanıydı ki. Hidayet Lağus'a Kamne mi tanıydı ki? Lekin alda hürmetlemeydi ki. Bu nimişqa? Konulardaki? Anda hürmetlemeydi ki. Bu nimişqa? O Türk şu Türk, şu Uygur şu Uygur. Nimişqa desangiz, ma aylıqı bir acizlik, ma iş bu davaga mendim mu yaramlıq adam tarbiyalab chiqaydi. Ma o bizde bir gap bor. Men assam qo'ng'izni, balam asson to'ng'izni deydigan bir gap bor. Men assam qo'ng'izni, balam asson to'ng'izni deydigan. Yani bir deyip etdim endi. Ma datgan gap balam mendan qobiliyatli bo'lsin deb. U unday ish yo'q. Ma balam mendan qobiliyatli bo'lsin deb tarbiyaladigan ish yo'q.
Hazır hem de bu Xitay, komünist Xitaylar hemmisini aşı qaşqanını mı tuttu, tuğanını mı tuttu, manğanını mı tuttu, hemmisini hazır. Mesela chet el chiqqanini hep hech qanday ish qilmaganini tutib ichirib soladi. Endi bu qanday qiladi? Ulumuş Türkiye'de bulab Türk ulu ağalığı qana qiladi. Ular Uyg'ur o'g'allig'iga nomus qilgan kishi yo'q. Uning chunki ota-onasi, bobolari Uyg'urlab yashagan, o'zining ulug'i hech qanday ish qilmadi. Chiroyli uni operat qildi, sut berib emtib cho'ng qildi. Endi u zaminning beshiq kun tushgan chaqda u uya chiqib u bo'lib, bu chiqib bu bo'lib olsa, uni Allohmi kechirmaydi. Men Abram sizlarni sirtda deyishdi-ku. Siz dedingiz-ku, hadisda bor deb. Ya'ni cennet anının tapınasıda deb. Bu bizden vatanimiz, söyümlük anımız Şarkı Türkistan depsende bulabasa, miyada cennet davası kılıp otqanlarının ki, o minaçı cennetin sözü salayeti yok. O Uygurlarının salayeti yok. Ama sualga men muşince düşünce bir eleme ama yaman calık sual sorudunuz. Allah razı olsun inşallah bunu takımbek açağımız başka. Sohbetlerimizde vakit yana toşup kaldı. Şöyle ahırlaştırsak köptün rahmet ziyaretimizi kabul kılalımız için. Rahmet. Mening endi mush ahirda aytganim endi mush bütün xalqimizni, Dünya Uyg'ur qurultayini yaqindan qo'llab, chaqiriqqa ovoz qo'shib, balki mening aytgan gaplarimiz nurg'un xalqimizning quliga yoqmasligi mumkin. Chunki men Dünya Uyg'ur qurultayiniki shu arda mustaqillik yo'q. Lekin shu arda yo'q deganimiz endi xalqaro so'rovlarda da'vatqanlarda mustaqillik degan gap yo'q. Lekin bayroqda bor. Ko'tarayotgan bayroqning o'zi mustaqillik. Bu degani hergiz bu dunyoda mustaqillikdan voz kechdi deganlik emas. Faqat yo'l. Biz bozorga chiqmoqchi, dunyoda tuz yo'llar meni o'tadi. Yani başlaşat eğri yo'llar meni o'tadi. Hamda shu eğri yo'llar manqallar qanday chiqadi, tuz yo'llar chiqqanlar qanday chiqadi deganlar deb qo'ymoqchi. Hammasini nishoni bir bo'lmoqchi. Ammo vaqt farqi bor. Shu vaqt farqi ichida biz nega boramiz, millat nega bordi deganni his qildirmoqchi. Demoqchi bo'lganim endi o'sha xalqimizdan endi qo'llashni, hergiz mening gapimni yana xato tushunib, ma'lumi avtonomiya cheken, u cheken, bu cheken degan yo'q. Dunyo qurultayida xizmat qilayotgan raisimiz Dolqin Aysa akamdan tortib hammasininki birisining mutlaq avtonomiyachi deganni meningcha nim qilmaydi. Mening kallamda o'tmaydi deb o'ylayman. Ularni cho'qqi mustaqillik talablarida. Ammo lekin o'zimizning sharoitini, biz tahlil qilgan sharoitni ular 5 qo'ldek bilganlik uchun shu o'zimizning sharoitini chiqish qilib, xalqaro qonunni, xalqaroniki diplomatik besimlarni o'g'ilni shu to'g'ri tahlil qilib shu yo'lda ketib bordi deb qarayman. Shunga bas qilganki unda tushunib qolmasligini umid qilaman. Mening deyganim. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Rahmat. Hürmetlik televizyon köşkler, qarindoshlar. Shunday qilib bugungi bu suhbatimizning oxiriga keldik. Yana vaqtni oshirib o'tdik. Erib ketgansizlar, charchab ketgansizlar inshaalloh suhbatlar oxiridan tugamayotgan gap chiqaveradigan gap qilsak. Yana bir qatim suhbatda boshqa mavzularda ko'rishguncha sizlarga Janobi Alloh topshiramiz. Oxirida deyilganidek dunyoning nerede mayli yashayli. Shu tashkilotlarimizni kuchli ko'rsatadigan ularning faoliyatlarini aktiv mang'uzdigan yana bizlar xalqlar yani. Shu xalqningki ovozi bilan, xalqning qo'llab-quvvatlashi bilan har qaysi dunyoning hamma yeridagi tashkilotlarimiz Xitoyga qarshi vaqirayotgan, faoliyat elib berayotgan, siyosat o'ynayotgan tashkilotlarimiz shu xalqningki qancha kuchab berishi, qancha qo'llab berishi bilan shuncha ko'p, shuncha ta'sirli harakat qiladiganligida albatta hammamiz bunga bir ixtilof qilishmaydigan bir mavzu. Shunga ko'ra harakat qilishni umid qilish tilagi bilan suhbatimizni oxirlashtiramiz. Yana bir qatimliq programmamizni ko'rishguncha Janobi Allohga omonat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.